Agar har kuni charchayotgan bo'lsangiz va buni oddiy hol deb o'ylasangiz, bu video aynan siz uchun. Men Gulnoza Nagmatovna, endokrinolog shifokor. Har kuni kabinetimga keluvchi 10 ta bemorning 7 tasida asosan bitta muammo – anemiya. Anemiya bu qon tarkibidagi gemoglobin va eritrositlar miqdorining pasayish holati bo'lib, oddiy qilib aytganda, tanangizda kislorod tashuvchi mashinalar miqdori kamayib qoladi va sizni barcha organlaringiz yetarli miqdorda kislorod olmay qo'yadi. Keling, belgilarini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda doimiy holsizlik va charchoq kuzatiladi, hech narsa qilishga kuch bo'lmaydi. Keyingisi esa bu doim bosh aylanishi va ko'z oldi qorong'ilash holati. Va bundan tashqari juda ham ko'pchilikda kuzatiladi, doimiy qo'l va oyoqlarda muzlash holati. Yurak sohasida sanchiqlar, yurak tez urib ketish va sochlar to'kiluvchanligi va tirnoqlar sinuvchanligi. Ko'pchilik bu belgilarni stress yoki uyqusizlik bilan bog'laydi, lekin oddiy qon tahlili orqali muammo boshqa yerda ekanligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Eng muhimi, anemiya bu davolanadi. Umumiy qon tahlili orqali 15 daqiqada bilib olish mumkin. Siz ham o'zingizda shu belgilarni kuzatyapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring, har biringizga javob beraman yoki profildagi link orqali konsultatsiyaga yoziling.